Barchaga assalomu alaykum. Mana navbatdagi ishimiz yakuniga yetkazdik. Bu ishimiz Jizzax viloyati Jizzax shahrida bo'ldi. Juda chiroyli, kompakt yodgor oshxona qurib berdik. Buning eng zo'r jihatlaridan bittasi mana shu pech bo'ldi. Turistik tandiramiz. Buni yana bir tomoni, buni mana shu ichlarini g'ishlarini shunaqangi tekis qilib urdikki, bu yerga fonta non yopsa ham bo'ladi bu yer. Bu tomonlarga ham yopsa bo'ladi. Keyin pastiga pitsa pishirsa bo'ladi. Bir 3-4 xil narsani bittada pishirsa bo'ladigan qilib chiqarib berdik. Yani zo'r chiqdi. Bu ham borgan sari ommalashadi deb o'ylayman. Iste'mollarga ham O'zbekistonga. Bu qozonimiz 50 litrli va 22 litrli qozonlarimiz. Hozir yog'yapmiz. Bu mangal doimgidek. Bu mangalimizni ham figuralarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r chiqdi. Oq bilan qora kombinatsiyasi hamda oq rastvorda. Bu rastvorlarni Samarqandning Brick House kompaniyasidan oldik. Go'shti ham, rastvorlarimiz ham har xil ranglarda bor ekan. Bu yerda рабочий stolimiz 2 metrlik. Kimga ma'qul kelsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimizni ekranni pastlarga yozib qo'yganmiz. Ko'rib telefon qilishingiz mumkin. Bizni Instagramda, YouTube'da hamda Telegramda ham kuzatishingiz mumkin. Sizlar bilan doim aloqada bo'lamiz. Hammalarga rahmat. Keyingi obyektlarda ko'rishguncha.